Darslar tugagandan so'ng dadamni kutib maktab hovlisida aylanib yurgandim. Kutilmaganda begona kishi otini aytib chaqirdi. Lola, dadang seni maktabdan olib ketishini iltimos qildi. Dadang ishda ushlanib qolibdi. Dadam bilan o'z qoidalarimiz bor. Har qanday tushunarsiz vaziyatda qo'ng'iroq qilish. Lekin o'sha kuni telefonim o'chib qolgandi. Dadam sizni taniydilarmi? Ha, albatta, hali shaxmatga ham ulgurishimiz kerak. Ketdik, bo'la qol tezroq. Ismimni ham biladi, shaxmatga borishimni ham. Bobom aka bilan ketmoqchi ham bo'ldim. Lekin qoidalarni buzish mumkin emasligi esimga tushdi. Dadam ularni temir qoidalar deydilar. Agar maktabga orqandan begona kishi kelsa, sinf rahbaringdan ota-onangga qo'ng'iroq qilishni so'ragin. Shunda seni maktabdan kim olib ketishi kerakligini bilib olasan. Agar o'qituvchini topa olmasang, qorovulxonadan telefon qilishing mumkin. Yoki sinfdoshingni telefonini olib tur. Ota-onangga qo'ng'iroq qilib so'ragin. Rostdan ham bugun seni shu odam olib ketishi kerakmi? Ishonchsizlik bilan begona odamni xafa qilaman deb xavotirlanma. Agar begona odam seni uyingga olib borib qo'yaman desa, temir qoidalarga amal qil. Ota-onangga qo'ng'iroq qilib ruxsat so'ra. Ruxsat so'ramasdan begona mashinaga o'tirma. Hatto havo sovuq, yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa ham. Agar u odam tezroq ketamiz desa, qo'lingdan tortib olib ketishga harakat qilsa, ovozing boricha baqir. Men sizni tanimayman, siz menga begonasiz. Yoki dada deb ovozing boricha chaqir. Har qanday yo'l bilan odamlarni o'zingga qarat. Bu odobsizlik bo'ladi deb o'ylama. Eng asosiysi sening xavfsizliging. Men amakiga siz bilan ketmayman dedim. Shunda u qo'limdan tushishga harakat qildi. Men bor ovozda qo'yvoring deb baqirdim. U esa qo'rqqanidan qochib ketdi. Demak, men hammasini to'g'ri qilibman. Bolalar, siz ham temir qoidalarga rioya qiling. Temir qoidalarni hech qachon unutmang.